Men ismim Zilola. 2 yildan beri mana shu startap loyihalari bo'yicha ishtirok etib, o'zimni loyihalarimni amalga oshirib kelmoqdaman. Biz jamoamiz bilan birgalikda bugun mana shu hakatonga qatnashib turibmiz. Bu yerda biz shifokorlar bilan, ya'ni odamlarni, bemorlarni bog'lashni oson yo'lini loyihalashtirdik. Ya'ni bizda bu qanday muammoni oldini oladi? Shifoxonalardagi uzundan-uzoq navbatni oldini oladi. Ya'ni siz uyda o'tirgan holda bizani veb-saytimiz yoki platformamizdan foydalangan holda o'zingizni kasalligingizni sun'iy OpenAI ga kiritasiz. U sizni doktor bilan bog'laydi. Ya'ni siz mana shu doktorni mana shu hafta qabuliga yozib qo'yadi. Mana shu hafta ichida bo'sh kuni bor deb, siz bo'sh vaqtingizga qarab turib band qilinadi. Bizga bunaqa hakatonlar juda ham kerak, sababi eng asosiysi bu networking bo'ladi. Biza har xil taraflardan kelgan yoshlar bitta joyga yig'ilib turib, o'zini loyiha almashadi, fikr almashadi. Masalan, men loyihamga boshqa kishi fikr berishi mumkin. Ular loyihasiga men shunaqa mukammallashib boradi. Yangi loyihalar uchun fikrlar uyg'onadi, g'oyalar keladi.